Shuning uchun doim tavsiya qilamizki, birovga turmushga chiqmoqchi bo'lsa yo birovga uylanmoqchi bo'lsa, asos sifatida nimani olsin? Asos sifatida shu ayoldan yoki shu erkakdan men taskin olamanmi? Ruhan, qalban, ma'nan, balki jismonan ham taskin olamanmi? Ana shu savolni qo'yish kerak. Bir suratda oila qurilishi kerak. Ammo palonchi aytdi, pistonchiga xo'p deb qo'yibman, palonchidan qolmasligim kerak, palonchiga o'xshash kerak degan yoki puliga qarab, eniga, bo'yiga qarab, axloqiga qaramasdan qurilgan oilalar uzoqqa yetmaydi, chunki taskin olmaydi. Taskin odatda qalb xususiyati bo'ladi, axloq bilan kasb qilinadi. Shuning uchun uylanganda, turmush qurganda axloqiga qarash kerak juftning. O'sha axloq egasidan taskin olishga qarash kerak. Shunda o'sha oila mustahkam bo'ladi, poydevori to'g'ri qo'yilgan bo'ladi.